Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomizda so'raganlar uchun inkubatorlarni qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana inkubator ochirishga qiziqib yurganlar bo'lsa, sentyabr oyidan boshlab bemalol jo'jalarni ochirib, o'z parranda biznesingizni yo'lga qo'yib olsangiz bo'ladi. Hozir mana ko'p yillik tajribaga ega Saidjamol aka bu inkubatorlar haqida ma'lumotlarni aytib o'tadi va bu inkubatorlarni O'zbekiston bo'ylab bemalol dastavka qilib beradi. Asosan bu yerda 70 talik hamda 120 talik inkubatorlarni zakazga yasab berar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka Hormay, charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar. Bir qator ma'lumotlarni tanishtirib berasiz aka. Xo'p, bu inkubatorlarimiz Aha. asosan mana 120 talik, 70 talik. Buni hajmi, ko'rinishi bir xilda bo'ladi. Aha. Buni ichidagi latogida farqi bo'ladi. Shuni hisobiga mana 70 talik, 120 talik bo'ladi. Hisobda hozir 120 talik bo'ladi. Tayyor holatda, sotuvga ham tayyor holatda bu. Aha. Aka, bular qanaqa? Avtomatmi, pul avtomatmi? Bu avtomat. Hech qanaqa bosh qotirilmaydi. Hamma kunimiz o'zimiz nastroyka qilamiz. Olgan odamni ishi faqatgina suv quyadi. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaydi. Ichkariga tegmaydi. O'zi avtomatik ochadi. Nimani tuxumlarini ochirsa bo'ladi? Xo'p, hozirda bedanani ochirishyapti. Tovuq, o'rdak, chug'oz, induk. Asosiy shularni ochirishyapti. Ularda ochirish texnikasi bir xil bo'ladimi yo har xil bo'ladimi? Ozgina farq qilishi mumkin gradusida. Ularni biz o'zimiz o'rgatamiz. 20 kun, 25 kun o'zimiz o'rgatamiz. Qanday ochirishlarini. Yana eng qiziq savol ko'pchilikga. Aka, ochish foizi qanaqa? Ya'ni batareyasi bormi, yo'qmi? Batareyasi yozgi kunida batareyasi ko'p bo'ladi, havo issiqligi sababli. Havo salqinda 85%, 90% ochib chiqish foizi yaxshi. Tuxumni urug'lanishiga ham bog'liq bo'ladi asosan. Ko'pchilik bizga ham telefon qilib so'rashadi. Aytaylik, tuxumni 1 oylab, 2 oylab yiqqanlar bor, unda ochirish foizi kamayib ketib qoladi. Anchalik kamayib ketadi. 10%, 15% ochishi ham mumkin. Yangi tuxum qo'ygan ma'qul ekanda demak. Tushunarli. Bir haftalik tuxum bo'lsa, shu 90% gacha ochib chiqishi mumkin. Juda yaxshi. Aka, bu kichkinasini narxi necha pul, kattasini necha pul? Hozir narxlar ozgina o'zgarib turadi. Hozirdagi narxi 750 ming so'm 70 talik, 850 ming so'm 120 talik. Shu o'rtada ozgina plus minus bo'lib qolishi mumkin. Ozgina narxlari bu mikrosxemalarimiz ba'zida qimmat kelib qolyapti, ba'zida arzon kelyapti. Shunda ozgina farq qilib qoladi narxida. Yaxshi. Dastavkalari отдельный bo'ladi. Ularni keyin kelishamiz. O'zbekiston bo'ylab boradi dastavka. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Buni ishlash parametri qanaqa? 220 tokka ham ishlaveradimi? 220 tokka ishlaydi, 12 volt akkumulyatorga ham ishlayveradi. Demak, ikki xil holatda. Faqatgina mashinani akkumulyatoriga bo'ladi. Ko'pchilik olyapti, skuterda akkumulyatorni qo'yib, hamma mikrosxemani kuydirib qo'yapti. Skuterda akkumulyator anchalik kuchli bo'ladi. Demak, faqat mashinani akkumulyatoriga qo'ysa bo'ladi. Shunaqa. E'tibor berishlarini tavsiya qilib qolamiz. Aka, buni ishlash ketma-ketligini tushuntirib bersangiz? Xo'p, buni ishlash prinsipi mana. Birinchi o'rinda mana bizning kitobimiz bor. Telegram mazlarimiz. Mana bu yerda graduslar hammasi yozilgan. Misol uchun mana bu yerda tovuq, o'rdak, mana bedana yozilgan. Grafika bu yerda. Grafiklari yozilgan. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga o'zimizga aloqaga chiqaradi. Tuxumni qanday teriladi endi aka? Xo'p, mana bu pastdagi latogimizga uchini pastga qilib teriladi, 70 ta sig'adi pastga. Xo'p. Bu tepadagisiga hop bir 30 ta 40 ta sig'adi. Tuxumni katta kichikligiga qarab turib to'shimiz ayta olmaymiz. Ba'zilariki ko'proq sig'yapti, ba'zan ozroq sig'ib qolyapti. Shuni hisobiga 115-120 ta atrofida tuxum sig'adi. Katta kichikligiga qarab. Katta kichikligiga qarab. Tuxum teriladida mana ichkarida mana latogimiz bor, shunga suv quyiladi mana bu yonboshdan. Mana bu yerni issiq iliq suv quyamizda. Qo'pqog'ini yopib qo'yamiz. Hech qayerga tegilmaydi. Mana bu kulchatir. Mana minus tomoniga qilib qo'yiladi. Motor aylanadi o'zi. 2 soatda bir aylanadi. 19-kuni mana buni 0 tomonga qaytarib qo'yamiz.
Mana bunisi imkon qadar tegmaysizlar bunga. O'zimiz buni nastroyka qilamiz. Bunga agar bosadigan bo'lsanglar, gradus o'zgarib ketib qoladi. Chunki iloji bo'lsa tegmaysizlar. Mana bu yerda bizni mikrosxemalarimiz borda. Bu yerda plus minus akkumulyator 12 volt. Bu 220 ish nurimiz. Aytaylik, svet o'chib qoladigan bo'lsa, o'sha 1-2 soat farqi bilan ulab qo'ysa bo'laveradi akkumulyatorga. Akkumulyatorda ulab qo'ysa ham bo'laveradi. O'zi avtomatik o'tadi. Svet yonib qolsa, o'zi avtomatik 220 ga ham o'tadi. Zamikanda bo'lmaydi. Zamikanda bo'lmaydi. Ularni xotirlanmasa. Albatta bu tarafi ham qulaylik ekan. Xo'p, bu yerda 17-kuni o'chiramiz dedingizmi? Buni 19-kuni o'chiramiz. 19-kuni o'chirgandan keyin necha kunda ochib chiqadi o'zi jo'ja? 21 kun, 22 kun, deyarli 18-kundan boshlaydi ochishni. Shu bilan 23-kungacha ochadi. Demak, ochilgan jo'jalar shu yerda qolaveradi. Ha, jo'ja ochib bo'lgandan keyin olasizlar. Masalan, ba'zilar olyapti, bitta jo'ja, ikkita jo'ja ochib chiqqandan keyin jo'jani olamiz deb qoppog'ini ochadi. Otsa, bu yerda ochilmagan tuxumlar havo namlik qurib, jo'jani o'ldirib qo'yapti. Rivojlanishdan to'xtab qoladi. Rivojlanish to'xtab qoladi. Shunga iloji bo'lsa, ochmaysiz qoppog'ini. Ochib bo'ladi jo'jalar. 21-22-kundan jo'jalarni olishni boshlasangiz bo'ladi. O'shanda ochish ehtimoli yuqori bo'ladi. Yuqori bo'ladi, ha. Juda yaxshi. Aytaylik aka, bu 70 talik, 120 talik deyapmiz. Ko'pchilik kichkinasiga ham qiziqadi-da, buni 40 talik bo'lishi mumkin, 50 talikga zakaz berish mumkin. Uni ham yasab berasizlarmi? Xo'p, 40 talik, 30 talik deganga ham tayyorlab beramiz. Faqat narxi bir xil chiqadi. Sababi bu mikrosxemalarimiz hammasi bir xil tushadi. 30 talikka ham, 40 talikka ham, 70 talik, 120 talikka. Shuni hisobiga narxi bir xil chiqadi. Ha, demak, undan ko'ra ozgina atrofdan kichayib qoladi. Hech qancha pulni farq qilmaydi. Demak, azizlar, mana akamiz aytib o'tib ketyapti. Agar 40 talikga zakaz bersanglar ham, apparatlari, materiallar bir xil ketadi, faqat hajmi sal kichrayib qolishi mumkin. Shuning uchun narxiga ta'sir qilmaydi deyapti. Menimcha, eng yaxshisi shu 70 talikni olib qo'yganingiz ma'qul ekan. Qanaqadir savol bo'lsa, mana aloqaga chiqsanglar, sizlarga batafsil ma'lumotlarini aytib o'tadi. Xudo xolasa, barcha turdagi bu yerdagi inkubatorlardan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berar ekan. Ha, aytgancha 70 talik, 120 talikdan tashqari, yana 500 talik, 350 talik bundan yuqorilarni ham tayyorlaymiz zakazga. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar. Xudo xolasa, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Misol uchun aytaylik aka, men shuni yoki 100 talikka zakaz bersam, qanchada tayyor bo'lib, qanchada menga yetib boradi? Aytaylik, Surxondaryolik bo'lsam. O'zimizni vohalarga bo'lsa 2 kunda tayyorlab bo'ladi. 2 kunda dastavka pochta bo'lib boradi. 4 kun. 4 kun vaqtda qo'liga yetib boradi. Qo'liga yetib boradi. Buyurtma berish tartibi qanaqa? Zakolat berish kerakmi yoki shunchaki yasab yetib borgandan keyin to'lov qilinadimi? Agar BTSdan jo'natadigan bo'lsak, BTSni pulini to'laydi. Misol uchun 150 ming so'm, 200 ming yoki 300 ming so'm to'lovni to'laydi-da, olgandan keyin qolganini to'laydi. Yoki taksidan jo'natsak, yoki katta mashinadan jo'natsak, olgandan keyin to'lovni keyin qiladi. Qo'liga olgandan keyin. Demak, aziz kuzatuvchilar, mana qanaqangi inkubatorlar kerak bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilsanglar, xudo xolasa, chiroyli narxlarda yasab yetkazib berishadi. Savollar bo'lsa ham o'zlariga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, ma'lumot uchun kattakon rahmat. Alloh ishlaringizga fayz barakat bersin. Salomat bo'ling aka. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Azizlar, bitta like bosib ketishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.